Men yaqinda umra amalini bajarib keldim, lekin ko'nglim g'ash. Bizga aytishmadi, umra amali tugamaguncha niyat qilgan libosingizda bo'lasizlar deb. Biz Makkadan niyat qilib kelib, mehmonxonada liboslarimizni alishtirib olibmiz. Buning hukmi qanday bo'ladi? Qaytishimizda men ihrom libosida yeyish uchun va ortib qolsa uyga olib kelish uchun xurmo sotib olibman. Buning badali bormi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala sayyidina Rasulillah. Bu yerda umra libosimda deyishdan ayol kishini savoliga o'xshayapti bu. Shu umrada kiyimim bilan xurmo sotib oldim deyaptilar. Bitta narsani bilib olish kerak. Mana hamma mo'min musulmonlar, azizlarimiz bilinglarki, ayol kishi uchun umrada kiyim, falon kiyim degan shart qilinmagan. Erkaklarda shart. Ayol kishi qanaqa kiyim bo'lsa ham kiyimini o'zgartirmasdan borib umra qilib kelsa bo'ladi. Qanday kiyimda bo'lsa ham alohida kiyim bo'lishi shart emas. Oq kiyim mana bu kiydim. Va umraga kiyib olgan kiyimi ham umra qilaman deb, bu umra kiyimiga aylanib qolmaydi u. Shuning uchun u o'sha kiyimni borib almashtirdimi, boshqa qildimi, farqi yo'q. Umra amallarini to'liq bajargan bo'lsa, umrasi to'liq bo'ladi. Unaqa kamchilik qo'ymaydi. Keyin o'sha kiyimni boshqa vaqtda kiyib yurishi, boshqa qilishligi, u o'z kiyim, oddiy ko'ylak. Shuning uchun ehtiyoji bo'lsa kiyib yuraveradi. Uyga kelganda ham kiyib yuradi. Alohida olib qo'yib oladigan narsa emas erkaklarda ihromin singari. Endi erkaklarda alohida ikkita mato bor. Uni kiyib yursa bo'lmaydi. Endi ayollarda lekin shart bo'lmagandan keyin kiyim borasida u kiyimim meni ihromim degan narsa bo'lmaydi. Shuning uchun kiyimni almashtirib oladimi, boshqa qiladimi, unda hech qanaqa umrasiga putur yetmaydi. Vallohu a'lam.